harakat xavfsizligini ta'minlashda elektr xo'jaligi qurilmalariga sifatli xizmat ko'rsatish va ularni sof holatda saqlash oyligida e'lon qilindi. Bu ikkinchi matn chiqdi. 227-eng sonli byuro asosida. Bu ya'ni hamma elektr xo'jaligida navbatdan tashqari o'sha elektr ta'min qurilmalari tekshirilsin, sof holatda saqlansin, kamchiliklar bo'lsa bartaraf choralari ko'rilsin, tegishli rahbarlar tomonidan. Hop, bu byurokrat asosida to'qma elektr ta'minot masofasi boshqarmasining byuroga ham chiqdi. Demak, 98-sonli byuro asosida ikkinchi matnni byuro chiqdi. Hammaning tanisizlar, bundan tanisizlar hamma. Hop, endi bugun 0.10 kilo bo'yicha gapirishadigan bo'lsak, 0.10 kilovotimizda demak 12 ta yacheykasi bor. 10 kilovatda S1 alohida 6 ta. Demak, yacheykalarimiz filtr 1, vot 2, ten 2, sen 2, filtr 2, SR, S1, filtr 3, sen 1, ten 1, vot 1, filtr 4. Ketma-ketligini aytdim, 1 dan 12 gacha. Shunaqami aka? Hop. Bizda demak, vot hamma hujjatlarimizni himoyalovchi relay himoyalar o'rnatilgan. Hammasi, to'q bo'yicha, kuchlanish bo'yicha, yana shu himoyalar bo'yicha. Hop. Vot yachakamizda, vot 1 va vot 2 yachakamizda bir xil himoya relaylar o'rnatilgan. Birinchisi MTZ. Maksimal 980 ta. Maksimal 980 ta demak, первичка tomondan 2200 amper tok oqib o'tsa va shu 2200 amper tok oqib o'tib turganda kuchlanishimiz 6300 voltdan tushib ketsa, keyin MTZ zashda ishlab vot o'chadi. Qaytadan. Tokimiz 2200 amper bo'lishi kerak, kuchlanish 6300 voltdan tushib ketishi kerak. Bilamiz, tok oshsa, kerakli quvvatni yetkazib, quvvat talab qilsa, agar quvvat tokdan oladi. Agar quvvatimiz yetmasa, kuchlanish, demak, tok oshib ketgandan kuchdan tushadi. Natijada shu 2200 amperdan oshganda tok 6300 voltdan tushsa, keyin emtizlashlarni ishlab demak, bu vaqtni 1 sekund tashkil. Mana shu 1 sekund oralig'ida bo'lsa, 1 sekunddan kichkina vaqtda bo'lsa, buni signal beradi. Lekin o'chmaydi. 1 sekund oshishidan o'chiradi. Hop, ikkinchi zashtamiz bor, ZDZ, другой zashta deyiladi. O'sha voltda. Bu ZDZ zashta hamma yacheykaga o'rnatilgan funksiyasi bor. Voltda ham bor. Hop, demak, первичный tomondan tok bo'yicha 1000 amper tok oqib o'tsa, первичный tomon 1000 amper. Keyin orqasida bilsalaringiz nima bor? Ko'zchasini ko'radigan yacheyka orqasi turadi. U другой zashta bo'lsa yorug'lik bo'ladi. Как fotoreli o'xshaydi. U yorug'lik sezadi va первичный tomonda 1000 amper tok oqib o'tsa, demak, vot yacheykamiz ZDZ zashta ishlab avariya o'chadi. Faqat 1000 amper oqib o'tsa o'chmaydi. Orqasida ko'zchasi bor, yorug'lik sezishi. Keyingisi OZZ zashta, OZZ demak, signal однофазный замкание на земле. Hop, demak, liniyani zashtasi bu, liniyani bitta faza yerga tushsa, OZZ zashta ishlaydi. Hop, mana shu OZZ zashtani ishlash funksiyasini sizcha demak. Hop, mana OZZ zashta qanday ishlaydi? Mana shu 3 ta fazada kuchlanish bor. Shu 3 ta faza chiqib ketadi. Fazalar orasidagi simmetriylik bor. Simmetriylik kuchlanishi bir-biridan farqli. 1000 volt bo'lsa va shu chiqib turgan kuchlanish bilan normal harakatga kelib turgan tokimiz orasida farq 10 amperni tashkil etsa va bu jarayon 8 sekund davom etsa, demak, OZZ zashta ishlaydi. Fazalar orasidagi 1000 volt tashkil etsa va 10 amper bo'lsa. Keyin zmen zashta bor. Zmen zashtamiz hamma bu aniq zashta nima bilan ishlaydi? Demak,
voltda 6300 voltdan kuchdan tushib ketsa, zimizlashda ishlaydi. Vaqti 1,2 sekund. 1,2 sekund oralig'i ichida bo'lsa agar signal beradi, o'chmaydi. 1,2 sekundda o'tishi bilan o'sha demak 6300 voltdan pasaysa o'chadi. Volt 1,2 shu bizda liniya filtrlar chiqib ketmagan, shuning uchun liniya zashtalarida sizlarga hozir ma'lum keltirmagan, bu necha qaysi zashta u iste'molchiga qarab qo'yiladi regllar. Endi seksion kuchati bor, S va 10 kV. Seksion kuchatidan M zashta bor. Demak, bitta fazasidan maksimal 2000 amper tok oqib o'tsa va bu oqib o'tish 0,7 sekund davom etsa, 0,7 sekund davom etsa, demak, seksion kuchati M zashta ishlab tashlaydi. Ya'ni Z zashtamiz bor. Z shu другой zashta hozirlayapti. Shu nimasi? Funksiyasi, ustavkalari bir xil fortuna. Z hammasida. Keyin sen hujjatimiz bor. Sendan bir, sen ikki bor. Ikkovi hujjatimizda ham relye himoyalar ustavkalari bir xil. Demak, birinchisi MTO, ya'ni dokumentsiya zashtasi bor. Demak, 300 amperda va vaqti 0,105 sekund. 105 sekund, demak 300 amper tok bilan oqib o'tsa, demak MTO zashtar bilan tashlaydi. MTS zashtar bor, o'sha sen hujjatida ustavkasi tok bo'yicha 50 amper, vaqti 0,5 sekund. Bularda kuchlanishga bog'liq joyi yo'q. MTS mana shu sen hujjatida. MTSning ikkinchi turi bor, MTS перегруз deyiladi. Bu ham zashta. Buni farqi nima? Yuklama toki 17 amper va 17 amperdan 7 sekund davom etsa, MTS перегруз bilan signal beradi. MTS перегруз. Signal beradi. Bunda ham zimizlashtamiz bor. Zimizlashda 6300 voltga qo'yilgan. Vaqti 0,9 sekund. Tushunarli demak. Mana shunday. Agar savollar bo'lsa, bemalol gaplashishimiz mumkin.